Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıdaki dersimizin devamında bugün ilim hakkındaki kitapta toxtalyapmiz. Bugün İmam Bukhari rahmetullahi aleyh tövendeki babını sunmakçı. Yani bir hadis sözlügen adamның bizge hadis sözlep berdi, bizge haber berdi, bizge malumat berdi degan mazmundagi mushu iboratlar ishlatilgan bo'lsa hadis rivoyat qilgan vaqtida bunun farqlari nima qanday bo'ldi degan mazmunni sunmoqchi bo'lyapti. Bu mu ayni vaqtdagi ilm o'rganish usullariniki bir bo'lg'achqa shuni buni ilm babida bayon qilgan gap. Endi bizga Humaydi shundoq degan edi dedi Imom Buxoriy. Humaydi Imom Buxoriyning ustozi bo'ldi. Bu kişiniki tercümali hadisindeki kitaptan baş terpid öttü. İsmi Ebu Bekir yani Abdullah ibn Zübeyir el-Humeydi namıyla meşhur. Bu Abdullah ibn Zübeyir sahabe emez. Bu keyinki devirdeki Abdullah ibn Zübeyir el-Humeydi. Bu kişi mi şu Abdullah ibn Zübeyir'den bir cemaattin. Kureyşi Beni Esed cemaatinden boladı da. Endi Humeydi'nin İmam Bukhari'ye depbergen malumatı da İbn Uyeyne degan kishiniki qarishcha. Bu Sufyan ibn Uyeyne degan ulamo shu. Bu kishi deydiganda mesela bizga hadis so'zlab berdi, bizga xabar berdi, bizga ma'lumot yetkazdi yoki anladim men biridan degan gaplar hammasi mushu bir gap, bir mazmundagi gap deb qaraydi ekan. Hamda Abdullah ibn Mas'ud shunday degan ekanda bizga mesela Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rostchil ve başkalar tarafından rastçılık itiraf kılınan peygamberimiz bizge hadis sözlep berdi degan ekan. Yani bu sahabalarniki işletken lug'atini söz iboratini ishlatib bu yerda. Endi Shaqiq degan alim Abdullah'dan rivoyat qilib peygamberimizdan bir so'zni anglagan edim degan ekan. Huzayf radhiyallohu anhu bizga peygamberimiz ikki hadis so'zlab bergan edi degan ekan. Ebul Aliye İbn Abbas'tan rivayet kılıp bu kişi peygamberimizden rivayet kılıp Perverdigarı'dan rivayet kılıp mındak degen idi degendek sözler işitilgende. Hatta Enes İbn Malik Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılganda Enes peygamberimiz Perverdigarı'dan rivayet kılıp degen. Ve Ebu Hureyre radıyallahu anhu peygamberimiz Allah subhanahu ve taala'dan rivayet kılgan dep şu sözlerini işletken. Hem de bu yerdeki mesela sahabalarniki hadislerini rivayet kılış ceryanedeki işletken söz ibarları qarab şu hadislerniki şu işletilgendeki söz ibarlarga qarab mesela bu hadisniki güçlük yoki ojizroq taraflarini bilib olib bo'ldi. Mesela ben anladım bana hadis sözlep bergen idi degan ibaretler en küçük ibaretler oldu. Mesela tin ibaretleri işletken yani ana ibareti deydi o Arapçada. Yani bu tin ibareti bulup kalsa bu bir kadar acizrak lebz söz buludu işletilgende. O palandın pustandın değilgen bilen şu sahabe bivasite peygamberimizden anlayan mı ya ki şu sahabenin Peygamberimizin anlığanlığı hakkında bivasite malumat yok bunada. Lakin Peygamberimizden dedi. Lakin Peygamberimizden anladı mı ya başka sahabeden anladı mı veya ki mesela Ka'b ibn Ahbar o'xshash ahli kitap içinden mesela yetişip çıkan ki Müslüman bo'lgan bu kişilerden anladı mı bu eniqsiz. Lakin hadis so'zlab berdi anladım ben degan iboralar hakikaten küçük iboralar sözler. Bu hadiste mesela bu yerdeki işletilgen lügatlarda biz şunu bile olalım ki mesela bizge hadis sözlep berdi, bizge haber berdi, bizge malumat yetkizdi degan iboralar üçüncüsünün derecesi umumen o'xshash holatda ishlatilgan. Ko'p qismdagi bo'libmi sharqdagi hadis olimlari buni o'xshash holatda deb qaragan ko'pincha. Ama bir kısım ulamolar mesela Bedir'den ayniga o'xshash bizga mesela haber berdi degan haber mazmundagi söz bir qadar bu yana farqlilik deb qaragan. Chunki bu haber berish bu ishniki texmi bekrak kuchlik udari naytda bir xil kuchlik bir söz iboratini bildirdi.
Yani undaqda xabar ma'lum darajadagi bir aniq bir ma'lumotliq bir ahvolni xabar berayotganligini bildirdi. Undaqda bu berilayotgan xabarniki kuchlilik darajasi, ya'ni undaqda bir qadar ya'ni ma'lumot kuchlik bir ufqum. Hamda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bu 61. numurluq bu hadisi shunday deydi, bizga Qutayba ibn Sa'id dedi so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi deydi bizga Ismoil ibn Ja'far. İsmail ibn Ja'far Abdullah ibn Dinar'dan. Bu kishi Abdullah ibn Umar'dan hadis rivoyat qilgan. Bu yerdagi san'at raviylarningki hammasini tarjimali boshda o'tdi. Hamda Abdullah ibn Umar shunday deydi, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday degan edi dedi. Daraxtlar ichida shunday bir daraxt va g'azon tushmaydigan. Bu daraxt musulmonga o'xshaydi degan Payg'ambarimiz. U daraxt qaysi daraxt menga deb biringlar-chi deb Payg'ambarimiz sahobalarga savol tashlab Kişilerin nazarı saralarda, sayılarda, cangallarda ösülgen daraxtlarga ketdi. Lekin Abdullah ibn Umar shunday deydi. Mening ko'nglim xo'mimiki degan bir xiyol keldi-da, lekin men hayo qildim, diyemedim, ifodalayemedim deydi hayo qilib. Ondan ular dediki, ya Resulallah, u qaysi daraxt bizga debpaslar deganda Peygamberimiz u xom darxi degan edi deydi. Endi xom darxiniki shu mu'min musulmonga o'xshaydigan taraflarda ulamalar bir necha xil o'qitishlarni misolliq amaliy misollar bilan bayon qilib o'tgan. Bu yerdagi bu hadisga bu mazmun hamda xom darxi insonga, kishilarga qandoq bir foydali manfaat yetkazgan bo'lsa, musulmonmi manfaatli bo'lish kerak. O'ziga, oilasiga, jamiyatga, vatanga, davlatga, atrofdagi kishilarga foydali bo'lish kerak deydi hamma jihatdan-da. Chunki xom darxi uning foydasini ko'p. Masalan, uniki shexini ayni vaqtida masalan o'gizlarni yepishga ishlatadi. Masalan, uniki tinini masalan uyga to'rislarga ishlatadi. Meyvesini şu g'o'rulab pishgandan tortib ta quritib saqlab uzun muddat saqlag'ili bo'ladi. Uning ko'taklarida mesela o'tan qilib qolg'ili bo'ladi mesela ayni vaqtlarda. Hatto ba'zida uni qoch o'rnidan ishlatgan uni uyab. Uning urug'larida mesela to'gilarga mesela uloqlarga ayni vaqtida haylab qilib bergan izib. Hamda shu xom darxiga o'xshash Mümin Müslüman adamı onun yaxşılıqına köp bo'lishi lazım demekçe. Mesela ibadet cihati olsun, güzel ahlak cihati olsun, ibadetdeki, yaxşılıqdaki bu izchillik olsun, sadiq ihsanlar olsun, türlük müminlerge, insanlarga menfaat etadigan olsun, xom darxiga o'xshash deb shundoq degan. Yana birisi hamda bu xom darxiniki beshidiki mesela shu shoxlarini masalan o'rab kesiversa bu qurib qoladi. Odamning beshini kesarsa o'lib qoladi. Shuna o'xshatilgan taraflarini majiyatimi o'xshaydi deb qaragan. Bu jihati har qanday musulmon emas, har qanday odam o'lib qoladi. Bu o'xshatish bir qadar sal yengilroq o'xshatish bo'lishi kerak. Yana birisi xom darxi shamol chiqsa, bo'ron chiqsa hargiz langishmaydi. Qaddini tik şu turdi-da hayvatlik. Mümin adamı qaddi qomati ezilmaydigan, o'zini tik tutadigan, müminlarga kamtarlik bilan g'ayridinliklarga masalan bir xil o'zining izzatini, karomatini saqlagan holatda tura oladigan bo'lishni tavsiya qilgan. Xom darxiga o'xshatib. Endi bu hadislardan boshqacha masalan shu o'qituvchiniki, mudarrisniki, muallimniki qandoq uslubda ders o'tash uslubi borda. Mesela Peygamberimiz bir savol tepishmoqdan o'tirib tashlash orqali odamning diqqatini shu yerga tortib, qiziqtirish yo'li orqali dars o'tish uslubimi buningda gavdalik holatda tushuntirilgan. Yana birisi Abdullah ibn Umarningki axloqiy, hayolik bir sifati bayon qilingan bo'ladi. Nimishqa deganda Abdullah ibn Umardan boshqalarning hammasi cho'ng bo'ladi, cho'ng sahobalar. Hamda cho'nglarni hurmat qilish yuzidan bu odam gap qilmay turgan. Bazı rivayetlarda aytilishicha Ömer ibn Xattobga degan ekan dalsiga. Men deydigandim xo'mimga deb o'ylagandim deganda Ömer ibn Xattob desangiz-chi bolam, bir desangiz-chi deb ketgan. Bu yerda yana bir nuqta bor. Ben tushuntirib qo'ysak yaxshi.
O boşuma mesela Abdullah ibn Ömer özüne ait küçük. Bu yerdeki 13 sahabe bu 13 sahabenin içinde hemmisi mesela Ömer ibn Hattab, ondan başka katta büyük Allah'ım sahabeler var. Hiçbir sahabenin kallısıga bu malumat kelgen emas bu yerde. Fakat Abdullah ibn Ömer'in kallısıga kelip Abdullah ibn Ömer'in hiç küçük şu vaqtida 13 yaşındaki aldı keyindeki vaqtlarda özü hiç küçük. Undaqda bir narsani cho'qim ish cho'ng odam yoki bir olim odam hamma narsani bilib ketadi deganlik bo'lmaydi. Odamniki bildigan narsa cheklik bo'ldi. O'zi ish cho'ng bo'lsin, katta olim bo'lsin, uning bilmaydigan taraflari bo'ladi. Chunki Abdullah ibn Umarniki kallasiga kelgan bu ilm, ma'lumot, xiyol Umar ibn Xattob va uning boshqa cho'ng sahobalarniki kallasiga kelgan emas bu yerda. Buyuk Alloh sahobalarniki. Undaqda ilim Allah Taala'nınki şu özü bir soğat şekildeki bir minha rabbaniye yani bir rabbani bir nimet. Xalqan adamga berdi, xalqan adamga bermeydi. Bu nimetlerki en büyük nimetlerninki biri. Bugün dersimiz bir şeyden ahırlaştı ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.